katta tarafimizga ahamiyat beramiz. Sizlarga jamoratdagi shaytonlarni ko'rsataman. Ya'ni shaytonlarga tosh otadigan joy, jamorat. Mana shu jamorat bo'ladi. Katta shaytonga tosh otiladigan joy mana shu joy bo'ladi. Birinchi parusga o'xshab turgan joy jamorat. Birinchi shaytonga tosh otiladigan joy. Mana ishga kelasiz, Arafat kunidan ikkinchi kuni, ya'ni Muzdalifadan chiqib, masjidga kelib shaytonga tosh otasiz. Birinchi shaytonga 7 ta, ikkinchi kuni 3 tadan 3 ta shaytonga, uchinchi kuni yana 3 tadan 3 ta shaytonga tosh otasiz. Shu bilan shaytonga tosh otish marosimi tugaydi. Mana shu jamoratga kelib shu ishni qilishingiz kerak. Birinchi 7 ta toshni siz o'zingiz otishingiz shart. Keyingilarini kimgadir iltimos qilsangiz bo'ladi, men nomimni otib qo'ygandim. Agarda sog'ligingiz ko'tarmasa kelishgan.